Yine KDB Bank'dan chiqdim. KDB Bank'da Oybek filialidan. Xullas, yangilik endi KDB Bank'ga boshqa biror nomeri bilan ariza berish umuman mumkin emas. Ariza bergan zahoti sizni rad qilyapti. Ya'ni har qanday ariza, yangi ariza hisob raqam ochish uchun o'zingizning nomingizdagi nomer bilan bo'lishi kerak. O'zingizning nomingizga olingan nomer bilan bo'lishi kerak va yana bitta muhim jihati, arizani to'ldirayotganda bank tomonidan beriladigan maxsus instruksiya bilan, ya'ni hisob raqami uchun ariza bering. Chunki agar salgina xatolik bo'ladigan bo'lsa ham, maqsad ko'rsatib berilmagan bo'lsa ham rad qilyapti hisob raqami uchun ochish uchun. Yana bitta eng muhim narsa bilasizlar, One ID chiqqan. O'sha banklarda taqiqda olmasangiz sizga hisob raqam ochilmaydi. Birinchi o'rinda One ID ga kirib turib, yangi nomer olib o'zingiz nomingizga One ID ga kirib taqiqda olib qo'ying va shundan keyin hisob raqamga ariza berasiz. Ariza ko'rib chiqilib, tasdiqlangandan keyin o'sha ilovaga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoni Koreyaga topshirmoqchi bo'lgan, o'sha yaqinda banshot qo'ymoqchi bo'lgan o'quvchilar jo'natib olinglar. O'sha biz boshladik, xudo xolasa, birinchi potokda o'quvchilarimiz uchun tayyorgarlikni ko'ryapmiz. Yana boshqa yangiliklar bo'yicha obuna bo'lib qo'yaverasizlar, xudo xolasa, diskussiya davom etadi.